Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Birodarlar, 4 jumadan beri halol savdo xususida dars qilib kelayotgan edik. O'tgan darsimizda savdo molini aybini bekitib sotishlik gunoh ekanligi, aybini aytmasdan sotishlik, pulni harom qilishligi haqida gapirdik va bo'layotgan savdo, sotilayotgan mol ustida turgan 3-chi odam sotilayotgan moldan aybini bilib turib sotib olayotgan odamga aytib qo'ymasa, mana shu gunohga u ham sherik bo'lishligini xabar qilgan bo'ldik. Ahmad Mahmudga mashina sotyapti. Ahmad mashinani aybi bo'lsa aytib sotish kerak, bo'lmasa harom bo'ladi. Bu so'ramasa ham Mahmud. Endi 3-chi odam turibdi. Ahmad Mahmudga mashina sotyapti. Mashinani aybi bor. Mashinani egasi aytmayapti aybini. Sotib olayotgan Mahmud so'ramayapti. Shunda 3-chi odam mashinani aybini biladi. Indamay tursa, "Ey, Mahmud, mashinani manaqa aybi bor" deb bu aytib qo'ymasa, bu ham shu gunohga sherik bo'ladi. Oho! Kim buni qilib savdo qiladi, domla? Действительно, kim qiladi? Bizdagi eng taqvodor savdogar nima qiladi? Nima qiladi? Indamay turadi. Siz so'ramadingiz-da deydi. Birodarlar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilyapti. Ummaviylar davrida Ummaviylarning xazinasida bir bug'doy turar ekan. Bir dona bug'doy xurmo danagichalik bo'lgan ekan shu bug'doy. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xurmoni danagi bilan bir dona bug'doy qancha farq bor o'rtasida? 10 barobar bo'lsa kerak kattaligi, 15 barobar. Yozib qo'yilgan ekan shu bug'doyni tagiga. Bu bug'doy adolat hukm yurgan davrda o'sar edi deb yozib qo'yilgan ekan. Endi tushunyapsizmi? Siz 10 gektarga emas, 1 gektarga yesiz o'sh hosil bo'lardi ekan avval. Nima uchun bo'lardi ekan? Adolat bo'lgan ekanda, savdoda adolat bo'lgan, hukmda adolat bo'lgan, odamlarning muomalasida adolat bo'lgan. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bitta ota 10 ta o'g'ilni qizni uylab joylagan? Chunki nima bor uning savdosida? Adolat bor edi. Aybini aytib sotar edi. Hozir aybini ayting-da mashinangizni. Deb qaraydi sizga. Joylami bu esi? Mata pistoleti almashgan mashinani, korobkani almashtirganmiz. Sanlikdan yoq qo'yadi, tutaydi mashina. Ko'ryapsizlarmi, qaysi darajada bo'lib ketdik biz? Tushundinglar-a, birodarlar? O'tgan darsimizning xulosasi shu edi. Sotayotgan molingizni aybi bor bo'lsa, siz o'zingiz aytib inay soting, bo'lmasam halol bo'lmaydi. So'ramadi-da, so'ramasa ham ayting. Endi bir savdoga guvoh bo'ldingiz, sotilayotgan molda aybini bilasiz. Sotayotgan odam aytmayapti aybini. Sotib olayotgan odam so'ramayapti. Lekin siz bilasizmi? Aytmasangiz shu gunohga siz ham sheriksiz. Payg'ambarimiz aytadilar, dalilimiz bor, birodarlar. La yahillu li ahadin yabi'u shay'an illa yubayyana ma fihi va la yahillu liman ya'lamu zalika illa yubayyinuhu. Sotayotgan molini borini bayon qilmasdan bir narsani sotishlik biron kimsaga halol bo'lmaydi. O'sha moldagi aybni bilgan boshqa kimsaga ham uni bayon qilib qo'ymaslik halol bo'lmaydi. Ko'p odamlar bu haqiqatni bilishmaydi. Sotuvchini klientni aldayotganligini ko'radi, ammo indamay o'tib ketaveradi. Nasihat qilmaydi. Klientga bilmaydigan narsasini aytib qo'ymaydi. Shu loqatligi, beparvoligi bilan birovni molini birov
harom yo'l bilan yeyishligiga ko'mak bergan bo'ladi. Orada paydo bo'lgan gunohga u ham sherik bo'ladi. Yana takrorlaymiz. Rasululloh aytdilar, kimda kim bir aybli narsani aybini bayon qilmasdan sotsa, shu inson Allohning g'azabida turadi yoki maloikalar unga la'nat aytib turishadi. Savdoda makr qilish va aldash. Har bitta savdogar o'zini sohasida qanaqa makr, qanaqa yolg'on, aldash yo'llari borligini yaxshi biladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man g'oshshana falaysa minna." Kim bizni aldasa, bizdan emas. Wal makru wal khida'u finnar. Makr va aldov jahannamda. Bu aqllar ana shu makrni, hiylani, aldash yo'llarini turli turman, xilma-xil yo'llarni o'ylab topishgan. Tarozini eplashi, metrni eplashi va hokazo. Yolg'on qasam ichish. Savdo molini o'tkazish uchun yolg'on qasam ichish bo'lsa, eng katta gunohlardan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-halifu munfaqatun lis-sal'ati, mamhaqatun lil-barakati." Qasam ichish savdo molini o'tkazuvchidir, yana barakani ketkazuvchidir. Agar ichayotgan qasamingiz rost qasam bo'lsa ham, savdoda ko'p qasam ichmang. Bu qasamni ko'p ichishlik yaxshi narsa emas. Xususan savdoda qasam ichib sotishlik tovarni o'tkazadi, lekin barakani ketkazadi. Endi ichayotgan qasamingiz yolg'on bo'lsa-chi? Imom Muslimning rivoyatida iyyakum va kasratul halifi fil bay'. Oldi sotdida, savdoda ko'p qasam ichishlikdan ehtiyot bo'linglar, dedilar Rasululloh. Fa innahu yunafiqu thumma yamhaqu. Chunki u qasam o'tkazadi va o'chiradi. O'tkazadi va o'chiradi. Tovar o'tdi, lekin barakasi o'chadi. Endi o'sha rizq haqidagi tushunchasi noto'g'ri bo'lgan, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmagan odam ana shu qasam ichib molini o'tkazib aytadiki, shu qasamni ichmasam molni olmasdi deydi. Yolg'on gapirib o'tkazib turib, shu yolg'onni aytmasam olmasdi deb o'ylaydi. Sen yolg'on gapirganligi uchun olgani yo'q u. Yoki rost gapirgani uchun olmay qo'ygani yo'q u. Alloh taqdiriga bitgan ish bo'ldi. Alloh bugun olishini yozganmi? Rost gapirsang ham, yolg'on gapirsang ham oladi. Agar yozmagan bo'lsa olmaydi. Shuni tushunaylik. Miqdori ko'payganga o'xshaveradi. Pul kattayotganga, ko'payganga o'xshaveradi sanasiz. Lekin haqiqiy foydasi bo'lmaydi. Barakasi bo'lmaydi. O'sha topgan katta puliga yolg'on va qasam bilan, yolg'on bilan topgan puliga Alloh taolo bir musibatni berib qo'yadi. Lopati cho'kib ketadi konteyneri dengizga. Lopati o't ketib qoladi. Qo'yingki Alloh taolo bir talofatni yetkazadi. Demak, yolg'on qasam molni o'tkazadi, barakani ketkazadi. Osmoni yer yaralmay turib hali. Osmoni yer yaralishidan 50 ming yil avval Alloh taolo haloyiqlarning hammasini rizqini taqdiriga bitib qo'ygan. Onasini qornida 121-kuni kelib o'sha narsa yozib qo'yilgan peshonasiga. Rizqi ajali. Halol bo'lsin, harom bo'lsin, taqvodor bo'lsin, fojir bo'lsin, hunar qilsin, ilm yo'lini tutsin, nima ish qilishdan qat'iy nazar o'sha taqdir qilingan rizq keladi. Faqat inson uni barakotli qilib topishi bor, bebaraka qilib topishi bor. Rizq ishida bizning ikkita rolimiz bor. Birinchisi, qanaqa kasb, qanaqa hunar tanlash. Bu biz ixtiyorimizda. Ikkinchisi, shu tanlagan kasb va hunarimizda taqvodor bo'lish yoki fojir bo'lish. Shular bizning ishtirokimiz bu ishda. Yolg'on guvohlik berish. Abdulloh ibn Avfodan rivoyat qilinadi. Bir kishi bozorda turib bir molni savdoga qo'ydi.
Va ana shu musulmonlardan bittasini shu molga qiziqtirish uchun o'sha molga o'ziga berilgandan ko'ra ko'proq narsani aytib, Allohning nomini aytib qasam ichdi. Aka o'zi 10 so'mga kelgan, sizga beryapman 8 so'mga deydi. Guvoh bo'lganmisizlar? O'zicha yaxshisi aytmanglar qanchaga kelganini. Eng oson yo'li. Chunki shayton borda, nafs borda 10 ming dona olaman deb turdilar mol piyaladan. Yaxshi pul, yaxshi klientda, to'g'rimi? Shu yerda bitta yolg'on gapirib qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun aytmay qo'ying. O'zi qanchaga olgansiz desa, aka bu meni kommersiya taynam bu. Nima qilmay qo'ying mendan? Demak, bir kishi bozorda turib bir molni savdoga qo'ydi. Ana shu musulmonlardan bittasini qiziqtirish uchun o'sha molga o'ziga berilgandan ko'ra ko'proq pulni aytib, Allohning nomiga qasam ichdi. Shunda mana bu oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila. Allohning ahdini va o'z qasamlarini ozgina bahoga sotadiganlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Oyatning davomida nima degan Alloh? Ulayka la xalaqa lahum fil axirati va la yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Allohning nomini o'rtaga qo'yib, yolg'on qasam ichayotgan onlar haqida Alloh aytayapti. Albatta ana o'shalarga oxiratda yaxshi nasiba yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga gapirmas, nazar solmas va ularni poklamas. Ularga alamli azob bor. Alloh taolo qiyomat kunida bizga qaramasa, gapirmasa va bizni poklamasa gunohlarimizdan holimizga voy. Endi mana shunday Alloh taoloning marhamati turibdi sizga. Sizni poklayman deb tursa, siz arzimagan dunyoning 3-4 shaqasini aytib, Allohni o'rtaga qo'yib yolg'on qasam ichasizmi? Demak, odamlarni qiziqtirish uchun menga o'zi monchaga kelgan, sizlarga munchaga beryapman deyish yolg'on qasam. Yo bo'lmasam monchaga xaridor keluvdi, bermadim o'zi, sizga beryapman deyish, bu ham yolg'on qasam, birodarlar. 10 mingga bermadim mashinamni deydi. Sizga beraman deydi. O'zi yolg'on. O'zi 8 mingga ham xaridor nima qilmadi? Chiqmadi. Har safar aytaman. Shunaqa yolg'on bilan, shunaqa g'irrom bilan topilgan pulni qayoqqa sarf bo'layotganligiga odamlar e'tibor bermaydi-da. O'sha yolg'onni gapirib, yolg'on qasamni ichib katta pulni topganingni ko'ramizda biz. O'sha pul qayoqqa sarf bo'layotganligini bir qarab qo'yinglar. O'shanaqa harom yo'l bilan boygan odamlar o'zlari ham qaramaydi-da, u pul qayoqqa ketayotganini. Oilasida, farzandlarining hayotida bir baraka, osoyishtalik yo'q. O'sha yerga qarasangiz, bu yoqdan to'xtab qolasiz. Yolg'on va aybni berkitish barakani yo'q qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Oldi sotdi qiluvchilar to ajralmas ekanlar yoki ajrashgunlaricha ixtiyorlidirlar. Agar u ikkisi savdosida rostgo'y bo'lsa va molni aybini agar bor bo'lsa, bayon qilsa, ularga baylari barakali qilinadi va agar yashirsa va yolg'onchi bo'lsa, savdolarining barakasi o'chiriladi. U ham yolg'ondan bir paketni ushab turibdi, sotayotgan. Sotib olayotgan ham yolg'ondan bir paketni olib kelgan. Bitta yolg'onga ikkinchi yolg'on tashlaydi. Bitta yolg'onga ikkinchisini tashlaydi. Aka boshqa pulimiz yo'q-da deydi. Yolg'on. Aka 8 ming pulimiz bor deydi. Yolg'on, 10 ming pulim bor. Indama, sendan so'rayaptimi qancha puling bor deb. Bu ham aytadi, aka o'zi menga 10 mingga kelgan deydi. Bu ham yolg'on. Tushunyapsizlarmi endi? Rizq masalasida qanchalar bizni tasavvurlarimiz noto'g'ri, shariatga tushunmaydigan bo'lib ketgan. Rost gapirib savdo qilish mumkin emas desa dindan chiqadi. Dindan chiqadi, chunki Alloh va payg'ambari rostgo'y bo'l deb tursa, buni qilish mumkin emas deb siz oyatni, hadisni inkor qilyapsiz. Oldi sotdi qilayotganlar to ajrashib ketmagunicha ixtiyorli. Agar savdosida rostgo'y bo'lsa,
agar aybi bo'lsa molini bayon qilsa, baylari barakali qilinadi. Va agar yashirsa va yolg'onchi bo'lsa, savdolarning barakasi o'chadi. Qilib ko'ring-da shuni. Shu darslarimizda aytib berganimizda ayrim ukalarimiz shuni aytishdi-da. Domla, mana shunaqa qiluvdim, boshida qiyin bo'ldi deydi, lekin zo'r ekan deydi. O'sha klient qaytib keladigan bo'lib qoldi deydi. Rost gapirganimni ko'rib deydi. Va ishimda, pulimda barakani ham ko'rdim deydi. Qilib ko'ringlar-da, birodarlar. Biz ertaga aytmayapmiz. Biz oyatni, hadisni aytyapmiz. Bir dona bug'doy adolat qoyim bo'lgan davrda xurmoni danagidek katta bo'lgan ekan. O'shunda 10 reys borish shart emas Xitoyga, Turkiyaga. 1 reys borsiz bo'ladi. Sotilayotgan molda aybini xaridorga aytmaslik, bayon qilmaslik, berkitishlik harom bo'lgan amal. Kim mana shunday yo'l tutayotgan bo'lsa, Alloh taolaning rahmatidan chiqib ketadi, Alloh taolaning g'azabiga qoladi. Endi kimdir shunday ish qilayotgan bo'lsa yoki qilgan bo'lsa, tavba qilsin, to'xtatsin. Siz o'zingiz bugundan boshlab shunday savdo qilaman deb Allohdan bir tavfiq va madad so'rab boshlang-da, Alloh sizga quvvat beradi, imkon beradi. Tavba qiling. Agar shunday ishlar o'tgan bo'lsa, tavba bo'lganda ham nasuh tavba bo'lsin. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha dedi Alloh. Ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Nasuh tavba. Shoyatki Parvardigoringiz sizlarning yomonlik gunohlaringizni o'chirib, ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritur. Birodalar, nasuh tavbani shartlari bor deydi ulamolar. Tavba qildim, tavba qilib bo'ldim desanglar o'tib ketmaydi. Nasuh tavbani shartlari. O'sha qilayotgan gunohni to'xtatish kerak. Savdoda yolg'on qasam, aybini aytmaslik bormidi? To'xtatasiz. Ikkinchisi, shunday ishni qilganingizga qattiq pushaymon yeysiz. Uchinchisi, qaytib bu ishga kirmayman deb Allohga va'da berasiz. To'rtinchisi bor, agar bandalarda haqqi bo'lsa. Bandalarda haqqini yegan bo'lsangiz, qaytarib berasiz. Allohning haqqida mana 3 ta bo'ladi, shart, nasuh tavbaning sharti. To'xtaysiz, pushaymon yeysiz, qaytmayman bu gunohga deysiz. Endi agar odamlarning haqqi ustida bo'ladigan bo'lsa bu gunohlar, 4-shart qo'shiladi, qaytarib berasiz. Nasuh tavbaning shar'iy ma'nosi haqida ulamolardan bir qancha fikrlar bor. Jumladan Hazrat Umar roziyallohu anhu dan nasuh tavba nima deb so'rashganida bu ulug' sahoba javob berib aytadiki, kishining yomon ishdan qaytib, so'ng unga abadiy qaytmasligidir deb javob berganlar. Nasuh tavba Alloh taolo o'chiradi. Aroqxo'rada bor odam to'xtatdi, qaytib ichmadi. Aroq ichmagandek bo'ladi qiyomatda inshaalloh. To'xtatdi, qaytmadi, gapida turdi. Demak, avvalgi qilgan gunohlarni Alloh o'chiradi. Barakali savdo qanaqa bo'lishini ham totib ko'raylik, birodarlar. Ko'p ishlar shart emas. 10 ga 1 bo'lyapti bu dedi misolida. Imom Jurjoniy aytadi, nasuh tavba oldingi gunohga qaytmaslikka mustahkam azma qaror qilishlik. Bo'ldi, qaytib bu gunohni qilmayman. Imom Tahonaviy aytadi, nasuh tavba qalb amallaridan bo'lib, qalbni gunohlardan tozalashdan iboratdir. Uning alomati banda ma'siyatni yomon ko'rishi va qabih sanashi hamda hech xotiriga keltirmasligidir. Alloh azza va jalla qilayotgan kasb-korimizda, savdolarimizda barakali bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki Alloh o'zi tavfiq bermasa, bizning qo'limizdan kelmaydi. Shu paytgacha shunga o'xshagan xato, kamchiliklar o'tgan bo'lsa savdoyimizda, kasb-korimizda, buni to'xtataylik. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.